Mana do'stlar, assalomu alaykum hammaga. Pollarimizni, santexnikalarimizni bo'ldik. Xudo xolasa endi malyarka patologlariga boshlaymiz. Mana do'stlar, mana pol taxtalarini urib oldik. Polovoylarimiz, podvol bu, kuxnya bu. Kuxnyamiz bu. 4 burchak kvadratli. Mana kuxnyamiz bu. Tagi podvol 2 metrlik. Bu koridor steshga topli pol bo'ladi. Mana bu 70 xonamiz o'rtasidan bo'linadi. Gipsokardon bilan ikkita xona bo'ladi, spalni. Do'stlar, mana polni bu oldik. Pollarimiz. Mana bu zal bu. Mehmon kutadigan katta zalimiz bu. Mehmon kutadigan zalimiz. Pollarni polni bo'ldik. Bugun xudo xolasa patologlarni boshlaymiz. Patologlar boshlaymiz. Inshaalloh nasib qilsa. Albatta videolarimiz sizlarga yoqadigan bo'lsa, kanalda yangi bo'lsangiz, pastda qo'ng'iroqcha tugmasi bor, obuna bo'lib qo'yasiz va chiqargan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib turasizlar. Xudo xolasa bundan ham go'zal remontlarni ko'rsatib, sizlarga boshdan oxirigacha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana buni ham. Mana yana bitta xonamiz, hozir bo'ldik buni. Bitta xonani poli. Endi patologlariga tushamiz hozir. Mana eshikchalar yasayapmiz.